Assalomu alaykum, yeni yaxshi jottirdingizmi? Yaxshi. Ha, bola? Nima? Ha, bu Qoraqalpoq kelin salom qilmaydimi? Oyijon Qoraqalpoq kelinlari kelin salom qilmas ekan. Ana to'ydan keyin bet ochar bo'ldi-ku. Ana o'sha bilan o'tib tugab ketdi. Haligi to'yda bet ochar bo'ldimi? Shu bilan tugadimi? Bu nima qilgani bunday qildi? Yo'q, oyijon Qoraqalpoqlarda shunaqa udumi bor ekan. U sizlarni uyiga borganda, hurmat yuzasidan, ya'ni men oilaviy ishlarga tayyorman degan ma'noda mana shunaqa 3 marta qilishar ekan. Endi buni ovsini yo'q-ku, shunga shu yerda qilib qo'ya qoldi-da. Har doim shu ostonadan o'tganda shunaqa bunaqalar qiladi. Yo'q, faqat bir marta. Ha, bir martami? Yeni. Ay, rahmat qizim, rahmat. Qara o'g'lim, qo'limizni yuvuramizmi? Hozir o'zim yuvib kelganman toza. Oyijon, bunda shunaqa udum bor ekan. Ovqatdan oldin ham qo'lingizni yuvarkansiz, ovqatdan keyin ham qo'lingizni yuvarkansiz. Yeni men sizga jovri gurti Qoraqalpoq milliy taomini tayyorladim. As bo'lsin. Oyijon. Rahmat. Bu Qoraqalpoq xalqining milliy taomi. Umid, sen do'sting chaqirib keldi. Voy, menga qara bola. Nimaga seni sansirayaptimi? Oyijon, Qoraqalpoqlik kelinlar yaqin olgan insonlarni sansirashar ekan. Oldinlari qaynona qaynotani ham sansirashgan. Hozir esa sizlashga o'tishgan. Urf-odat degan Qoraqalpoqlar urf-odatdan mayli bola. Yeb qo'ysang bo'lar shuni. Mayli ilohomin. Voy o'lay, nimaga turib oldi bu? Oyijon, duo payti Qoraqalpoqlik kelinlar turib olishar ekan. Udum uchun. Kelinlar turib olar ekanmi? Voy mayli, ilohim, udumlariga ko'z tegmasin. Ikkalanglar qo'sha qaranglar, baxtli bo'linglar. Yaxshi farzandlar bersin. Amin. Allohu akbar. Ha, oyijon, tovog'i kelinga berib yuboring. Bor, endi men kelinga beraman. Kelin bo'lganda o'zi olsin-yu. Onajonim, uyda kattalar berar ekan, qaynona qaynotalar berar ekan. Bizga mumkin emas. Qaynona. Bo'pti bolam, shuni berish qiyinmi? Ola qoling kelin. Voy. Tavba qildim. Ana sizga o'dim, mana sizga yuragim yorvoraydi deya kelin poshsha. Yeni, jur. Yanami? Umid. Ay qiz telefon yetib o'tiribdi. Kim? Ay qiz. Kim? Alo. Madina, senam-ku. Yeni, nima deyapsiz?